hech kim meni ko'rsa 1,5 milliondan oshiq podpischiga bor deb o'ylamaydi. Nimaga? Chunki to'poyga o'xshayman deyman. Rosta, g'isht to'poyga o'xshayman, tavba qildim. Keyin ba'zilar aytadi, to'xtanglar, evolay, bismillah. Ba'zilar aytadi, "Nara, sizga yoqmaydigan ovqatni o'zi yo'q, hammasi yoqib ketaveradi" deydi. To'g'ri, hamma narsa yoqib ketaveradi. Ovqat tanlamayman men. Hech qachon ovqat tanlamaganman. Menga hamma ovqat yoqadi. Chunki yoshligimda maktabda o'qib yurgan paytimda maktabdan uyga ketayotganimda yerda chala yeb tashlab ketilgan meva po'choqlarini qidirib ketardim. Qornim ochligidan po'choqlarni ko'rsam olib yerdim. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Qornim rosa ochib ketsa yerda qidirardim, nima bor ekan, nimani tashlab ketishdi ekan deb ashini yeb ketardimki uyga ketgunimcha. Shunga shunaqa xotiralar miyamda qolib ketganligi uchun men hech qachon ovqat tanlamaganman.